Sartarosh qadrdon akalarimizga, bizni bilganlarga bir murojaat taklif bilan chiqyapmiz. Bizga sizlarning yordamlaring kerak. Ya'ni, xo'p, bilasizlar, bizda markazimizda 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar yuksalishda 14 ta modulini o'qigandan keyin mana shu 3 oylik kanikulda men sun'iy intellekt bilan ingliz tilini o'rganib olsin deb saralangan guruhlarda oldik. Endi mana yozgi kanikulda 1,5 oy o'tib ketdi. Endi 1,5 oy ichida bitta kasb, ikkita kasb hunarli bo'lib qolsin deb niyat qilib turibmiz. Shuning uchun bularda bitta sartaroshlik shu kelib bolalarga o'rgataveraman degan sartaroshlar bo'lsa, markazimizga bitta xona qilib beramiz. Haftada xolasa 3 kun, xolasa 4 kun, xolasa 2 kun kelib, endi 2 kun kamlik qiladi, 3 kun kelib, xolasa obeddan keyin kechgacha, endi obedgacha darslarimiz bo'ladi. Bitta xonaga salonlarni ham qo'yib, qaychi taraf mashinalarigacha, parillargacha olib beramiz. Shu bolalarga kelib amaliyot o'rgatish kerak. Bir hafta 10 kundan keyin qobiliyati bori chiqib qolsa, do'kaniga 15 kun, 20 kunga shogirdlikka olib ketaveradi. Keyin Marlon Centerga bitta yuksalish sartaroshxonasini ochib beramiz. Shunga yordam qilasizlarmi?